Uy qurayotganda pulingizni tejab beradigan top 5 ta narsa. Xo'p, birinchisi uyni monolit qilishmi yoki plita bilan yopib yuborishmi? Bu holatda plita arzonroqga tushadi, lekin plitani ham to'g'ri texnologiya bo'yicha ustanovka qilish kerak bo'ladi. Ya'ni rigelga eng kam 15 sm o'tkazish kerak bo'ladi va plitalarning orasini kamida 10-15 sm ochib tashlab ketib, orasiga plita obvязка qorish kerak bo'ladi. Shundagina plita mustahkam joylashadi. Xo'p, keyingisi devordan rastvorga terish kerakmi yoki loygami? Xo'p, bilamiz, devor o'zi asosan перегородка vazifasini bajaradi, ya'ni uy umumiy yukini ko'tarmaydi. Shuni kelib chiqqan holatda uyga bemalol loyga tersak bo'ladi va bu loyga terishimiz sizga ancha arzonroqga tushadi. Xo'p, keyingisi rigel qilish kerakmi yoki sesma poyez qilish kerakmi? Albatta rigel qilish kerak, lekin ayrim joylarda, ya'ni plita tushmaydigan joylarda va devor 40 sm bo'lgan joylarda sesma poyez qilib ketsa bo'ladi. Sesma poyez razmeri rigelga nisbatan 2 baravar kichkina bo'lgani hisobiga, ya'ni 20 ga 40 bo'lgani hisobiga sizga ancha arzonroqga tushadi. Xo'p, keyingi holat uy tegini polni fundament qilish kerakmi yoki podushka qilib ketish kerakmi? Bu holatda podushka qilib ketadigan bo'lsak, bizga ancha arzonroqga tushadi. Chunki uyni to'liq tegini fundament qilgandan ko'ra, podushkaning fundamenti yuzasi kichkinaroq, kamroq bo'lgani hisobiga podushka o'z-o'zidan kam arzonroq aylanadi, lekin funksiyasi o'sha butun uyni svязка qilib ushlab turadi. Xo'p, keyingisi polovkani arendaga olish kerakmi yoki taxtadan yasab olish kerakmi? Bu holatda polovkani taxtadan yasaydigan bo'lsak, o'sha taxtani keyin qurilish tugagandan keyin tom yopayotganda ham o'sha taxtadan ishlatib olsak bo'ladi. Bu bizga ham qurilishimizga ekonom qilib beradi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bu videoni yaqinda qurilish qilmoqchi bo'lgan tanishingizga, yaqiningizga yuborib qo'ying.